Bu dahshat ha, Otabek. Ha, aka. Nechta o'rnaga yuk ko'tara oladi bu? Hozir 1,5 tonnaga garantiya berdi. 1,5 Uzilib qolsa to'laydi. Qilib beradi. Qilib beradi, ha. 1 yil servisi bor. 1 yilmi servisi? Servisi 1 yil. Dahshat bo'libdi. Ha, keyin mehnat. Damas olib bordingiz. Damas olib bordim. Labo qilib berdi. Qo'qonlik usta. Qo'qonlik usta. Rasxod qancha ketdi? Rasxodi hozir 1900 ketdi. 1900. Ofarin oma. Qo'qonlik ustalarga malades. Bitta like bosib qo'yasizlar shularni mehnatiga. Bitta qarating Abdurahmon. Dokument hamma yo'g'i bilan, Ha. 1 yil javob beraman dedi. Otabek keldi, mana shunaqa dahshat mashina qildiribdi. Biz ham o'ziga yarasha chiroyli qilib berdik. Aksiyamizda qatnashyapti. Mana ishini qarang. Kimga yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'ysin, iloyim xuddi shunaqa mashinalar nasib qilsin. Niyat qilganlar albatta kommentda, o'zingizlar fikringizni yozib qo'yasizlar. Otabek mana o'yinimizda qatnashyapti. $100 pulimizni orasiga sovuramiz. Hozir $100 berib yubordik-a, ko'rdingiz-a? Ha, $100 chiqdi hozirgilar. Chiqdi? Rost ekan-a? Rost ekan aka. Yonida berib yubordim. Yana bitta hozir berib yuboraman uyda. Xudo xolasa. Qani, raqam aytsangiz, sovg'a qilib beramiz. Raqam Ayting. 25. Qaysi tomondan sanab beray? Tepadan, pastdan? Ha, sana beraring tepadan. Ayting. Tepadan sana beraring. Ketdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Qutlug' bo'lsin. Rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Ha. Shu videoni labosini samasvas qilaman degan niyat qilganlarga jo'natib qo'yamiz.